Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Roz hakkındaki fiqh derslerimizin devamını okuyumuz. Eyda salaf salihlarning Qur'on Karim bilan bo'lgan munosabati qandoq edi? Fatima radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, u dadasidan, ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan. Payg'ambar alayhissalom Fatima radhiyallohu anhaga xabar berib shundoq degan: Jibril alayhissalom Qur'on Karimni Rasulullohga sallallohu alayhi va sallam her yili bir qitim o'qib beradi, o'rgatadi. Va Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lib ketgan yili 2 qitim o'qib bergan. Ya'ni Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u mundaq degan: "Annal mudarasata baynahu va bayna Jibril kanat laylan." Payg'ambar alayhissalom bilan Jibril alayhissalom o'tirsidagi Qur'on o'rgatish va o'rganish ahvoli kechida bo'ladi. Shuning uchun salaf solihlar bu katta fazilatni tunib yetgan va bu ayni, ya'ni Ramazon ayni Qur'on Karim qilgan. Masalan, Imom Zuhriy rahimahulloh Ramazon kirsa mundaq deydi: Bu Ramazon degan Qur'on Karimni tilovat qiladigan va boshqalarga taom yediradigan oydir deydi. Imom Malik rahimahulloh Ramazon kirsa hadis o'qishdan qochadi va ahli ilmlar bilan o'ltirib qopishdan o'zini qochirib Qur'on Karimdan Qur'on tilovat qilishga yuzilanadi. Sufyan Savri rahimahulloh muborak Ramazon kirsa barliq ibodatlarni tark etib Qur'on Karim o'qish bilan bo'ladi. Imom Shafiy rahimahulloh Ramazon kirsa namozda o'qigan Qur'onidan boshqa, namoz o'qigan qiroatidan boshqa yana Qur'on Karimni 60 qitim xatmi qilib tugatadi. Ibn Rajab rahimahulloh yuqorqi bayonlardan keyin Qur'on Karimni 3 kundan az vaqtda o'qib tugatishdan bo'lgan cheklama Qur'onni davomli 3 kunda yoki uningdan az vaqtda o'qishga odatlanish, davomli shunday qilishga qaratilgan deydi. Ammo fazilatli vaqtlarda, masalan Ramazon oyida bo'libmi Laylatul Qadr kechasini izlaydigan oxirgi kechalarida yoki Makka mukarramaga o'xshash fazilatli o'rinlarda o'rin va vaqtni g'animat bilib Qur'on Karimni ko'p o'qisa, ya'ni 3 kundan az vaqtda o'qisa bo'ladi deydi Ibn Rajab rahimahulloh. Undaqda ro'ziningki foydalari. Adi bilan ro'za Alloh taolaning bizga ato qilgan ne'matlariga bo'lgan shukrdan iborat. Ro'za yana harom ishlarni tark etishning vositasi. Ro'za orqali shahvatlardan g'olib kelgili bo'ladi. Chunki insonning nafsi to'ysa, uning shahvati tamomlanadi, ya'ni shahvati yuqori bo'ladi. Agar uning qo'siq assa, o'zi havo havas qilgan narsadan o'zini tortadi. Ro'za faqir miskinlarga, ojiz kishilarga mehr shafqat qilish, ich og'ritishni taqozo qiladi. Ro'za tutish orqali shaytonni bo'ysundirg'ili, shaytonni ojizlashtirg'ili bo'ladi. Ro'za tutganda shaytonning vasvasasi ojizlaydi va shu orqali inson gunoh masiyatni oz qiladi. Ro'za tutish orqali inson Alloh taolaning o'zini davomli ko'zib turganligini mashq qiladi, shuni kunidi. Ya'ni ro'za tutgan vaqtida Alloh taolo meni ko'rib turibdi, men bir narsa yeb ichib ro'zamni buzib olsam, Alloh meni ko'rib turdi deb shu holatda kun patqichilik ro'zasini davomlashtirib kunadigan bo'lg'ashqa, mashq qilgan bo'lg'ashqa, boshqa vaqtdami Alloh taolaning o'zini davomli ko'rsatib turganligini shu ro'za orqali his qila oladigan bo'ladi. Ya'ni inson ro'za tutish orqali mushuninga mashq qiladi. Ro'zaning yana bir foydasi, inson Alloh taolaning huzuridagi narsalarga mukofotga qiziqib, Allohning roziligiga qiziqib, dunyo va dunyoning shahvatlariga qiziqmaydi. Ro'za uchun beriladigan savob va uning fazilatlari biz bu yerda so'zsak gapak uzrab ketadi. Agar ro'zador kishi atiganda tong otmidi texi deb o'ylab qilib bir narsa yeb ichib qolgan bo'lsa, uningdan keyin tong etib ketganligi, ya'ni tong etib ketgandan keyinmi biroz bir narsa yeb ichib qolganligini bilgan bo'lsa yoki kun o'ltirib bo'ldi deb o'ylab qilib iftor qilayotgan bo'lsa, keyin kun o'ltirmaganligi oshkor bo'lsa, uningga u chaqda kuchli ko'z qarash u kunning ro'zasining qazosini qilmasimi bo'ladi. Hozir kishilar ishlatayotgan namoz vaqtini deb beradigan, kun chiqqan, kun o'ltirgan vaqtini deb beradigan bunda vaqtlar dal to'g'ri emas. Bularga asosan iftor qilish, masalan, bularga asosan
tamoq yeyishdan to'xtash to'g'ri emas. Shu to'g'ri bo'lg'ini atiganda haqiqiy tong atgan dastlabki vaqt tamoq yeyish va ichishdan to'xtaydigan vaqt va kun o'ltirgan vaqt, u chaqda iftor qiladigan vaqt, og'iz ochadigan vaqt. Agar ro'zador kishi kun o'ltirishdan azroq ilgari yoki kun o'ltirib bo'lgandan keyin aeroplanga chiqib, o'zining davlati yoki o'zining shahri bilan vaqti farqlanadigan boshqa davlatga borgan bo'lsa, u chaqda qanday bo'ladi? Bu masalaning ikki xil ko'rinishi bor. Birisi, ro'zador o'zining davlatidagi vaqtida aeroplan chiqishdan ilgari kun o'ltirib bo'lgan bo'lsa, andan u iftor qilayotgan bo'lsa, andan aeroplan chiqqandan keyin bir oz mangandan keyin osmonda kunni ko'rsa, ya'ni boshqa davlat tavalliga o'tib ketgandan keyin kun o'ltirmaganligini bayqasa, o chaqda buning ro'zasi, bu odamning ro'zasi sahih, to'g'ri va uning iftor qilgani to'g'ri. Chunki bu odam Qur'on va hadisning ko'rsatmasiga asosan ro'za tutib iftor qilgan. O chaqda bu odamga sen qaytlatin, ya'ni bir narsa yemay ichmay qilsa deyilmaydi. Ham sening ro'zang buzilib ketdi, qazosini qilsa-mu deyilmaydi. Uning ro'zasi durust bo'ladi, ya'ni shu kunlik ro'zasini mukammal ado qilgan bo'ladi. Ikkinchi xil ko'rinish. Agar bu ro'zador kishi o'zining davlatdagi vaqtida kun o'ltirishdan azroq ilgari aeroplan chiqqan bo'lsa, anandan keyin osmonda kun paqrab tursa, boshqa davlat tavalliga o'tib ketgandan keyin yoki boshqa davlatga tushib bo'lgandan keyin 1 soat yoki 2 soatdan keyin ondan kun o'ltirgan bo'lsa, u chaqda bu odam shu o'zi safar qilgan davlatda kun o'ltirg'uchilik iftor qilmaydi. O'zi safar qilgan davlatda kun o'ltirgan vaqtida ondan iftor qiladi. Bugungi dars mushakchi bo'lsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.